Viva Travel Agency, Thailand. Viva Travel, Thailand. Viva Travel, Thailand. Viva Travel, Thailand, Thailand. 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 Ha, biz Tailandga yo'l oldik. Qani ketdik. First verse, I'm armed till I'm on an island. My life's riding on an autobahn, on autopilot. Before I touch dirt or kill y'all with kindness, I kill you. Salom, men ismim Asqar. Viva Travel kanaliga xush kelibsiz. Har bir sayohat shu yerdan boshlanadi. Orzu, aeroport, bagaj va yoningizdagi odamlardan. Biz Phuket oroliga faqatgina dam olish uchun emas, balki bu orolni o'zimiz uchun kashf qilmoqchimiz. Bu biz birgalikda yaratadigan hikoya. Qani ketdik. Salom turistlarim. Men hozir Phuketda sohil bo'yida o'tiribman. Dengiz shovqinini tinglab, o'sha sayohatlar davomida topiladigan baxtli onlarni his qilyapman. Bu orol faqatgina chiroyli sohillar emas, balkim o'ziga xos tarix, shirin taomlar, sarguzashtlar va o'zgacha muhitni yaratadigan insonlardir. Bu ko'rsatuv davomida o'zim Phuket orolini qanday ko'rsam, sizlarga ham shunday yoritib bermoqchiman. Va'da beraman, siz nafaqat yangi narsalarni bilib olasiz, balkim o'zingiz shu orolda yurgandek his qilasiz. Xo'sh, bu sayohatga tayyormisiz? Unda choy, kofe va shirinliklarni tayyorlab oling. Qani ketdik. Phuket Tailandning eng katta oroli bo'lib, mamlakatning janubiy qismida, Hind okeanining Andaman dengizi hududida joylashgan. Uning maydoni 540 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Shimoldan janubgacha uzunligi 50 kilometr, g'arbdan sharqgacha esa 21 kilometrni tashkil qiladi. U savdo, mustamlakachilik kurashi va madaniyat an'analari bilan bog'liq boy tarixi bilan mashhur. 19-asrda Phuket orolni iqtisodiyoti qalay koni, ya'ni olova ishlash tizimi orqali yaxshilandi. Orol Xitoy ishchilari uchun markazga aylandi. Ular mahalliy madaniyatga chuqur iz qoldirdi. Xitoy an'analari, ovqatlanish, festivallar, masalan, vegetarianlik festivali va me'morchilikda hozirgacha ko'zga tashlanadi. 20-asrning o'rtalaridan boshlab Phuket plyajlari, tropik tabiati va go'zal manzaralari bilan sayyohlarni o'ziga jalb qila boshladi. 1976-yili xalqaro aeroport qurilishidan so'ng orol dunyoni eng mashhur kurortlardan biriga aylandi. 2004-yilgi tsunami fojialari oqibatlariga qaramasdan, Phuket tiklanib, har yili millionlab sayyohlarni qaytadan jalb etib kelmoqda. Bugun Phuket haqli ravishda Tailandning plyaj poytaxti unvoniga ega. Bu oppoq qum, kokos palmalari, iliq dengiz, quyosh va tog' manzaralariga ega bo'lgan maskandir. Phuket infratuzilmasi yaxshi rivojlangan, har qanday did va byudjet uchun to'g'ri keladi. Ko'plab mehmonxonalar, restoranlar, barlar, ulkan savdo markazlari, suvenirlar do'konlari, oziq-ovqat va kiyim-kechak bozorlari, banklar, tungi klublar
va ko'ngil ochar joylar mavjud. Turistlarim, sizni Phuket orolida dam olishingiz asosan sohillarga bog'liq bo'ladi. Keling, shuning uchun sizga sohillar haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Aynan esa hozir men Kamala Beachda o'tiribman. Kamala Beach bu Phuket orolining janubiy-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, uni uzunligi 1,5 kilometrga ega va u Patong va Bangtao sohillari orasida joylashgan. Kamala Beach shovqinli joylarni xushlamaydigan sayyohlarni jalb qiladi. Bu yer bolali oilalar uchun ideal joy hisoblanadi. Kamala qishlog'ining infratuzilmasi nisbatan kamtar bo'lsa-da, lekin bu yerda qulay dam olish uchun barcha sharoitlar mavjud. Bu sokin ko'rfazda deyarli to'lqinlar yo'q. Dengiz sayoz, shuning uchun bolalar sayoz suvda bemalol cho'milishlari mumkin. Albatta, ota-onalari nazorat ostida. Салам. Salom, salom. Записываешь на YouTube? Записываю на YouTube, да, брат. Можно познакомиться? Максим. Конечно. Qaranglar, tanishinglar, bu Maksim, meni Tailanddagi Phuket orolidagi meni partnyorim bo'ladi. Tailandni asidan oxirgi yar harpagacha biladi, sababi 4 yildan beri Tailand orolida yashab keladi, Phuketda yashab keladi, to'g'ri? Phuketda har bitta nuqtasini biladi. Так, я сейчас рассказал своим подписчикам, кто ты. Спасибо. Сказал, что ты мой партнер по Пхукету. И смотри, сейчас мы рассказываем про именно Камалу Бич. Что ты можешь сказать про Камалу Бич? Камала Бич? Да, Камала Бич. Плюсы, минусы, фишки какие-нибудь. Я буду рассказывать только со стороны экспата. То есть Давай. есть здесь неподалеку так называемый, в кавычках, хороший пляж Патонг. Потом. Я его, слабо сказать, недолюбливаю. Поэтому, если уж выбирать между Камалой и Патонгом, Да. то можно потратить немного времени и приехать лучше на Камалу. Потому что на Патонге сейчас там, скорее всего, мусорно, там Банглароуд рядом, знаешь, и валяться. Люди некоторые еще лежат там, отдыхают, так скажем, с ночи. Поэтому лучше на Камалу приехать. Здесь с утра вообще отлично. Еще что хотел сказать. Если вы хотите куда-то выбраться и ощутить именно тропический пляж, то выбирайтесь обязательно с утра. Чем еще Камала отличается от того, что здесь поменьше людей, чем, например, на том же самом Патонге? Здесь есть классный бич-клаб, называется Дельмар. Дельмар. Очень знаменитый, очень попсовый, поэтому кто хочет движняка, вечером сюда, закатик и в Дельмар. Вот, наверное, про Камалу это основные аспекты. Xullas, qaranglar, hozir Kamala Beach haqida juda ham ko'p ma'lumot berdi Max. Aytmoqchiki, agar haqiqiy tropik vibe'ni his qilmoqchi bo'lsanglar, обязательно ertalabdan kelinglar bu sohil bo'yiga. Odam kam bo'ladi nisbatan va palmalar tagida maza qilib yotasizlar. Ha, undan tashqari aytdiki, Kamala Beachda eng mashhur bo'lgan o'sha beach club joylashgan, bu Delmar hisoblanadi. Juda ham zo'r joy, afsus qilmaysizlar kelsanglar. Davom ettiramiz. Keyingi manzilimizga kuzatib boringlar videoni. Hozir Max bilan biz keyingi sohillarga otlandik. Nima deysiz? Что дальше? Не знаю, что говорить. Juda ham go'zal manzara. Suvni rangiga baho berasizlar. Turistlarim, hozir men Phuketdagi eng mashhur bo'lgan plajdaman. Bu Patong Beach. Tailand tilidan tarjima qilinganda bu bananli o'rmon degan ma'noni anglatadi. Lekin albatta hozir bu o'rmonlardan asar ham qolmagan, sababi Patong eng mashhur bo'lgani uchun turistik zonalarga aylanib bo'lgan, infrastruktura juda ham rivojlangan. Patongda o'sha barcha mashhur restoranlar, o'sha mashhur ko'chasi Banglaroud ham shu joyda joylashgan. Hozir men aynan Patongning shimoliy qismidaman. Nega aynan shimoliy qismida? Sal videoning oxirida tushuntirib o'taman. Patong Beach Tailanddagi Phuket orolining eng mashhur va eng taniqli plaji. Tailand tilidan tarjima qilinganda Patong banan o'rmoni degan ma'noni anglatadi. Dam olish maskani orolning g'arbiy qirg'og'ida joylashgan bo'lib, Patong tog'lari va o'rmon bilan o'ralgan. Bu yerda sayyohlar ko'pligi uchun juda ham shovqin plyaj hisoblanadi.
Qadrdonlar, hozir men Patong Beach'ni eng o'rta qismida, sentralniy qismida turibman. Nega aynan hozir sentral qismida turganligimni sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Ozroqgina hozir men Max bilan plyaj bo'yi bilan o'rtaga qarab keldik. Mana o'sha mashhur Bangla Road ko'chasi, Patong Beach. Qaranglar, hozir vaqt soat 7 gacha bemalol mashinalar, bayklar bemalol kirib chiqa oladi, lekin soat 7 dan yo'llar yopilgandan keyin kechasi shayton bazm boshlanadi. Agar ilojim bo'lsa, agar ko'rsata olsam, kechqurun kelib ko'rsataman bu narsani, lekin sizlarga hozir kunduz kuni ham ko'rsatkim keldi. Mana shu Patong Beach'ni o'rta, sentralniy qismida joylashgan. Srazu bundan shunoq, agar kimni ko'ngli aynib yoki biron bir sho'xliklar, lishniy sho'xliklar qilib qo'ysa, biron bir bilmadim. Xullas, bu joyga kelgan odam o'zi biladi. Kechasi aytdim, eng o'sha yomon razvratniy narsalar boshlanadi. Agar kimda kim lishniy ishlar qilib qo'ysa, srazu mana politsiyskiy uchastkka olib kelishadi. Hammasi o'ylangan. Xo'p, ana endi esa Max nega aynan biz boya shimoliy qismidan turib video olganimizni tushuntirib berishga harakat qiladi. Получается, что почему не советуем именно на центральную часть приходить? Потому что здесь самое грязное море. Если вы отправитесь еще немножко южнее, там уже и лодки стоят, и море еще грязнее, и там еще сточные канавы и каналы. Вот, поэтому обязательно, если едете, давайте на север, там людей поменьше, море почище. Вот такой вот вам лайфхак именно по Патонгу. Ya'ni nega aynan shimoliy qismiga boringlar deb maslahat beramiz? Sababi o'rta qismida dengiz ozgina rasvoroq bo'lishi mumkin. Shimoliy qismida suv toza, nisbatan odam kamroq bo'ladi. O'rta qismida esa odam ko'p, yuk qismida esa lodkalar turgan bo'ladi. Shuning uchun Max hozir aynan o'sha maslahatlarni sizlarga bermoqda. Eslatib o'taman, Max meni partnyorim, Tailand Phuket bo'yicha partnyorim hisoblanadi va rus tilidan aytganda ekspat deyiladi. Ya'ni o'sha qaysidir davlatga borib ancha yildan beri yashaydigan, barcha nuqtalarini biladigan inson hisoblanadi. Max, что, продолжим еще? Короче, сейчас будем брать тук-тук. Сразу говори, какой тебе цвет? Смотри. Есть, короче, розовенький, зелененький, желтенький, да? Да, окей. И можно еще красненький вот там вот поискать. О, давай мне розовенький, прям гламурный хочу. Xullas, hozir transport haqidagi transport haqidagi ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Eslatib o'taman, Tailandda eng mashhur bo'lgan taksilardan biri bu tuk-tuk. Hozir sizlar bilan birga tuk-tukni zakaz qilamiz. Qani ketdik. Ketdik. Eslatib o'taman, transport haqida ma'lumotlar berib boraman. Bu hozir faqatgina tuk-tuk haqida. Keyingi videolarda ko'rasiz. Umumiy transport haqida gapirib o'taman. Hozir biz 500 metrlik rastoyaniyaga, ya'ni uzoqlikka tuk-tukni buyurtma qildik. Bor-yo'g'i 300 bahtda, lekin bu aslida qimmat. Eng qimmat taksi bu tuk-tuk hisoblanadi. Eng arzonlarini keyingi videolarda aytib o'taman, video oxirigacha ko'ringlar. Qaranglar, yana bir qiziq ma'lumot. Bu tuk-tuk taksisi o'zimizni milliy avtopromdan chiqadigan Damas'ga o'xshaydi, faqat ikki yo'llari polni, hamma joylari ochiq bo'ladi. Manzarani bemalol tomosha qilib ketasizlar, o'ziga yarasha vibe bor. Ya'ni qaranglar, svetomuzikalar kechqurun shunaqa yonadi, diskoteka bo'lib ketadi xullas. Kolonkalar bilan stashionniy qilingan. Bluetooth ulab olasizlar, o'zingizlarning muzikalaringizni xohlasanglar gulbadanni qo'yib maza qilib ketasizlar. Hozir partnyorim bilan birga, Maksim bilan mana bu g'alati joylardan ketyapmiz. Sizlar o'ylamanglar, bu musirxon. Xullas, aytmoqchi bo'lganim bir sirli plyaj bor. Bugungi mavzuyimizni ko'rib turibsizlar. Hozirgi mavzuyimiz aynan plyajlar haqida. Maksim bu yo'llarni o'zi normalniy biladi, hamma joylarini. Mana Maksim, ну что скажешь про этот пляж? Пару слов. Пляж классный, в отличие от Патонга, опять же, да, скажем, потому что он очень близко от Патонга находится. Да. Помните, я говорил, то, что на Патонге можно взять, там стоят лодочки, вот на одной из этих лодочек можно ее взять в аренду и отправиться вот на этот пляж. Выйдет вам это где-то в районе 1500-1800
всего 8 человек. Давай И я сюда это переведу отправишься. сначала. Давай. Извини. Hozir Maksim aytibdi, hozir nimaga aynan boya eslatgandim sizlarga. Janubiy tarafida lotkalar joylashgan. Bu lotkalarni arendaga olib, mana bu sirli plyajga kelishinglar mumkin. Bu plyajning nomi Freedom Beach. Bu yerga lekin kelib ketish juda ham qiyinroq. Bizning mashinamiz borligi uchun mana yo'llarni qaranglar, qanchalik qiyin. Mashinamiz borligi uchun bemalol kelib keta olamiz. Va o'sha lotkalar orqali сколько ты сказал стоит? 1800 где-то выйдет Да. на 8. Это лодочка Это будет. полностью лодку вы возьмете. 8 kishiga 1800 batga tushadi. Bu juda ham arzon narx. Kishi boshiga 8 kishiga endi hisoblab olaverasizlar. Lekin o'sha Patongning o'zidan shu plyajga kelish ilojisi bor. Agarda taksi hidiga kelib, "Men bundan o'z boraman" desangiz ham anchagina qiynalasiz. Osoni o'sha lodkada olish. Я вот сейчас говорю, Максим, если вы даже сами захотите, сюда добраться, такси закажете там или что, это будет еще дороже, я думаю. Нет, И будет труднее, не нет? дороже, но труднее, потому Труднее что же. в одну сторону вы можете уехать, а обратно сюда можете не уехать, потому что не все таксисты сюда есть. Вот мы сейчас будем ехать, обратите внимание, сколько будет таксистов. Да, 0 почти. Ну, да. Поэтому до этого пляжа сложно добраться, но он классный, тропический, с пальмами, с водичкой обалденной. Сейчас мы как раз приедем и вам все покажем. Xullas kuzatinglar, bu juda ham chiroyli plyaj, suvlari toza, xullas xalq kamroq, odam kamroq. O'shaning hisobiga chiroyli vibe'ga ega plyaj bo'lgan. Hozir o'zimiz ko'rsatamiz sizlarga hammasini. Еще очень важно сказать то, что спусков очень много. Ну, в смысле много, их 3 спуска. Да. Самый вот первый, если отсюда ехать, он самый длинный, но через джунгли, поэтому кому нравится, это здорово. А кто хочет прям побыстрее и по лестнице спуститься, Да. это прям подальше надо. Я вот это как раз таки хотел сказать, забыл про это. Qaranglar, hozir Maksimni aytishi bo'yicha 3 ta spusк bo'ladi. Agar o'zingizlar kelaman desanglar, xullas bu yerga kirishni 3 xil yo'li bor. Mana bunaqa mashina bilan yoki motobayk bilan orqali mana shunaqa tepaligiga chiqib tushsanglar bo'ladi yoki o'zini kiradigan junglilar orasidan kiradigan yana bitta kirish joyi bor bu plyajga. Va uchinchisi o'sha lotka orqali keladigan joyi bor. Shuni hisobiga bu yerga kelish qiyinligi hisobiga odam kamroq. Я сейчас что говорю? Из-за того, что тут сложно попасть, Максим, тут народу все-таки поменьше, чем на потом, А если вот сравнить. сейчас посмотрим. Ты думаешь, много будет? Вот будет интересно, потому что сколько я там бывал, сколько я смотрел, Там много? народу, да, его очень сильно распиарили, понимаешь? А это Очень из-за много того, что про он него такой? говорят, да, и Да. все туда ринулись. А. Думали, что народу будет немного. Hozir aytayotdiki, hozir ko'ramiz dedi. Bu plyajni sirli bo'lgani uchun juda ham ko'p odam PR qildi va o'sha PR hisobiga ko'p odam keladigan bo'ldi demoqda. Lekin baribir Patonga nisbatan kichikroq plyaj bo'ladi bu plyaj. Shuni hisobiga ham odam kamroq bo'ladi. Patonda juda ham odam ko'p. Karonda ham xuddi shunaqa. Bundan keyingi manzil bu Karon Beach bo'ladi. Hozir hamma plyajlarni sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. O'zingizga keraklisini, o'zingizga plyus minusini topib, xohlaganingizga borsangiz bo'ladi va tur sota olayotganda aynan shu narsalarga e'tibor qilib, sohilga bog'liq bo'ladi baribir o'sha turlaringiz. Shu sohilga orientirovочный olib maqsanglar bo'ladi. Tur olsanglar bo'ladi. Manzaraga baho beringlar. Voy. Bu vidni qaranglar. Dahshat. Hozir biz pastga qarab tushishimiz kerak. Har xil yo'llari bor. Hozir ko'ramiz. Bizga mana shu yo'ldan yursanglar, o'zi transferat bo'ladi. Transfer orqali chiroyli tushib olsanglar bo'ladi deyishdi. Dahshat. Turistlarim, hozir boyagi plyajga qarab yo'l oldik. Eng uzoq yo'lni tanladik. Sababi mana shunaqa maxsus transfer orqali sizni o'sha plyajga qarab tushirib qo'yishadi. Plyajni aytib o'tdim. PR qilishgan, mana maksimum aytdi. Odam ko'p bo'lishi mumkin. Biz eng uzoq yo'lni tanladik. Mana bunaqa adrenalin olish uchun. Bu transfer 300 bat kishi boshiga tushadi. Pastga olib tushib, olib chiqib qo'yadi. Sizlarga maxsus chek beradi. O'sha chekni ko'rsatib yana qaytib orqaga chiqishingiz mumkin. Agar o'zingiz peshkom tushaman desangiz shu yo'l bilan kishi boshiga 100 qaranglar, o'sha angliskiga ketib qoldi niya. 100 batga aylanadi. Xullas, mana shunaqa narsa. Hozir bu transfer tanlaganimiz ozroq adrenalin olish uchun. Mana shunaqa gaplar.
Mana peshkom tushib kelishmoqda yuzlaridan. Hello. Yo'llarini ko'rsataman desa, mana bunaqa junglilar orasidan olib ketadi sizlarni. Lekin ozgina noqulay adrenalinga boy bo'ladi. O, yo'llarini qaranglar buni. Men buni ko'rsatishim kerak sizlarga. Voy. Dahshat. Mana shunaqa toshli yo'llardan Как оно там, Макс? Слушай, нормально. А Нуи, кстати, вот, ребят, еще есть пляжик Нуи, тоже буду советовать тебе его посетить. Да. Там очень много локаций фото. Здесь пляжи, конечно же, не такой, немного локаций, Да. но водичка здесь изумительно классная. Но вот этот путь, это экспириенс, Ага. который вот я советую испытать. Надеюсь, ты про это тоже Да, рассказал. я про это рассказал. Да. Mana shunaqa yo'llar orqali olib tushib qo'yishadi, keyin qayta orqaga olib chiqadi. Agar o'zingiz tushaman desangiz, oson tushasiz, lekin qaytguncha, orqaga qaytguncha ancha qiynalasiz. Hozir mana shu plyajni qolgan boyangi olingan videolarda ko'rilgan plyajlar bilan solishtirsanglar, farqlarini tushuna olsanglar bo'ladi. Ha, qadrli do'stlar, bu plyaj juda ham PR qilingan plyaj. Oldin bu joy sirli joy bo'lgandi. Hozir esa ko'rib turibsizlar, odam rossa ko'p. Mana lotkalar, boya aytdim sizlarga, patongdan kelsanglar bo'ladi. O'sha shundoq mana shu qirni orqasidan aylanib o'tsa, Perival Patong beach. O'shani atrofidan aylantirib olib kelib qo'yishadi. Mana shu lotkalarga. Bu lotkalarni narxi 1800 batga taxminan aylanadi. Sizlarni olib kelib qo'yadi 1800 batga. Patongdan. Ну что, Макс, погнали? Полетаем? Qadrdonlar, menimcha hozirgi borgan plyajlarimning ichida eng zo'r plyaj mana shu. Men uchun shaxsan. Suvini qaranglar, rangini. Boyagi lotkalar aytib o'tdim, Patongdan kelib olib kelib qo'yadi, mana bu qirni orqasidan. Xo'p, bu plyajni o'ziga yarasha plus minuslar haqida gaplashsak. Minuslari kelish juda ham qiyinroq bu plyajga. Anchagina qiyin, 3 ta yo'li bor dedim, boya aytib o'tdim sizlarga. O'zingiz junglilar orasidan tekinga tushsangiz bo'ladi yoki bizga o'xshab mashina zakaz qilib pastga tushib kelsanglar bo'ladi. Xullas, mana shu minus tarafi deb o'ylayman. Ha, endi mana yana bitta minus tarafiga aylanib boradigan narsa bu odam yana ko'pligi. Eslatib o'tishim kerak, bu yerda mana Max menga boya aytdi, shezlonglar yo'q. Bu plyaj, это какой пляж считается, ты сказал? Типа под присмотром или что? Вообще это территория заповедника. Территория Поэтому заповедника, здесь ни да. шезлонгов нельзя, чтобы ни пляжных зонтиков нельзя. И, в принципе, бизнес здесь тоже вести для тайцев как бы нельзя. Но в любом случае тут все так сделано, что это один из минусов, можно назвать. Необходимо будет, первое, сложно добираться, и второе, Я еще, это уже сказал, еще да. возможно заплатить. Да. Xullas, mana shunaqa gap. Lekin plus taraflaridan plyaj haqiqatan ham juda ham toza, dahshat. Patonga nisbatan odam kamroq. Shezlonglar yo'q. Bu yerda shezlongga uchun alohida pul to'lab o'tirish degan narsalar yo'q. O'zingiz kelasiz, o'z xotingiz bilan narsalarni to'shab, maza qilib dam olasiz. Xullas, plyaj juda ham go'zal. Из Dahshat. плюсов. Из плюсов. Я сказал, то, что он очень чистый. Во-первых, тропический. Да. И Потом, что? из плюсов, что я хотел еще добавить. Водичка чистая очень. Да, то, что это все плюсы, но не забывайте, что приходить необходимо пораньше, в принципе, как и на все другие пляжи. Да. Не забывайте это. Да. То есть в 7 часов пришли, в 10 уже можно уходить. И все-таки он всех ближе, вот именно тропический такой, всех ближе от Патонга. То есть если кто-то останавливается Ката, Патон, Корон, сюда приезжать именно за тропиками, потому что такие же тропические пляжи необходимо ехать далеко на север, а этот ближе всего. Все, теперь ты меня снимешь, братан, Давай. а я все это на узбекском расскажу. Xullas, bu bilan nima demoqchimiz? Max hozir aytdiki, har doim qaysi plyajga borishinglardan qat'iy nazar, doimo ertaroq kelishinglarga harakat qilinglar. Ya'ni soat 7 ga chiqsanglar, maza qilib soat 10 gacha dam olasizlar. Agarda sizlar kechki payt keladigan bo'lsanglar, kechroq bo'lib ketadi, odam ko'payadi. Xullas, mana shunaqa narsa. O'zinglar bilan albatta солнцезащитный kremlar olinglar, kuyib qolishinglar mumkin. Все? Погнали?
Qadrdonlar, hozir biza Karon Beachda bizning mehmonxona joylashgan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman, nima uchun mehmonxonalarni plyajga yaqinroq olish kerakligini. Sababi birinchi qator bor, ikkinchi первая liniya deydi, ikkinchi liniya deydi. Hozir bizning mehmonxonamiz birinchi liniyada joylashgan. Mana shunday yo'ldan o'tsanglar, mana shunday peshixod, mana shu bizning mehmonxonamiz. Shunday o'tganlaringdan peshixod va shunday peshixodda o'tganlaringdan Karon Beach. Hozir sizlarga yana ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Kuzatinglar. Karon Beachning xususiyatlari haqida sizlarga aytib beraman. Bu ko'proq bolali, oilali dam oluvchi, xohlovchilar uchun juda ham zo'r joy. Karon Beachni uzunligi taxminan 3 kilometrgacha. Yana nimani aytib o'tishim kerak? Karon Beachda ko'proq infrastruktura Patonga nisbatan kamroq rivojlangan. Restoranlar soni unchalik ham ko'p bo'lmaydi. Va qolgan magazinlar, massajni salonlar, spalar, xullas bu yerda kamroq va undan tashqari bular ko'pincha 11 ga yaqin hamma joylar o'zi yopilishni boshlaydi. Shuning uchun agar oilali, yosh kattalar bo'lsa, bemalol mana shu Karon Beachda cho'milsa bo'ladi. Undan tashqari hozir meni o'rtog'im Max pluslari va minuslari haqida sizlarga aytib beradi. Xo'p, bu plyajimizni plyusi va minus taraflarini hozir Max sizlarga aytib o'tadi. Men iloji boricha tarjima qilishga harakat qilaman. Ну, Оскар уже сказал то, что основной плюс, точнее, в чем отличие от Патонга, и это может кто сказать, что это минус, то, что здесь мало увеселительных заведений. Ну, в принципе, они здесь и не нужны. Карон, Кота, Катаной выбирают больше люди, которые семьями с детьми прилетают. Да. Он более спокойный. Поэтому здесь, возможно, для кого-то это минус. Лично для меня, и думаю, для какой-то части аудитории это будет большим плюсом. Поэтому отнесем это к плюсу. Еще плюс Карона то, что он протяженный, он здоровый. И если вы хотите где-то найти местечко под пальмой, чтобы никто вам не мешал, то на Кароне, он там почти 3 километра, вы точно такое место найдете. Поэтому тоже отнесем это к плюсу. Ну и небольшой минусик назовем, то, что здесь пологий вход в море. То есть он очень, не пологий, наоборот, очень быстрый. Быстрый, да, резкий, да? Очень резкий, да, поэтому кому-то может такое не нравится. Ну, понятно. Xo'p, endi bu narsalarni hammasini я постараюсь теперь это все перевести. Давай. Qaranglar, hozir Max aytmoqchiki, ты даже можешь подержать. Я удивился, ты уже начал понимать узбекский, слышь? Да? Да. Xullas, Оставь это тоже. Да, оставлю. Так, qaranglar, Maksimning aytishi bo'yicha bu Karon plyajini juda ham katta plusi bu uzunligi. O'sha eng katta plyajlar toifasiga kiradiganlik. Ayt, на каком месте стоит Karon Beach? Ты говорил, по-моему. 3-й, 4-е место. 3 yoki 4 o'rinda turadi. Phuket bo'yicha juda ham uzun, deyarli barcha joyi cho'milsa bo'ladi. Bu Patonga o'xshab shimoliy yoki o'rta qismi yoki yujniy taraf emasda, bu umumiy hamma joyda cho'milsa bo'ladi. Patongda bilasizlar, aytdik boya shimolni ko'proq tavsiya qildik. Sentralniy tarafi bor edi va yug tarafida lodkalar turgani uchun, lekin Karonda esa Karonda hamma joyda cho'milsa bo'ladi. Bundan tashqari aytib o'tdi, odamlar kamroq nisbatan oilali, yosh kattalar spokойный o'tirib, Patonda nisbatan odam ko'p, sho'x. Shuning uchun bu plyusga kiradi. Насчет минуса ты что сказал, брат? То, что он здесь меньше усилительного всего разного, но для тех, кто... Да, я это уже говорил. Да. Ну и все, и это из минусов, наверное, единственное. Тут меньше, ты имеешь в виду, инфраструктуры, да? Да, инфраструктура не такая развитая, как Если на сравнительно. Если сравнительно с Там Патонгом. даже больше мест, где можно дешево остановиться. На Короне таких мест меньше. Да, кстати, вот правильно ты говоришь, я должен про это говорить. Xullas, qaranglar, Patong nisbatan Karonga nisbatan arzonroq bo'ladi. Karon Beachda mehmonxonalar, to'rlar nisbatan qimmatroq bo'ladi. Sababi bu yerda odam kamroq, oilalilar va yosh kattalar bo'lgani uchun. Patongda nisbatan mehmonxonalarni, to'rlarni arzon olishinglar mumkin. Lekin meni shaxsiy tavsiyam, menimcha, agar siz oilali yoki yosh katta ota-onangiz bilan keladigan bo'lsangiz, Karondan oling. Agar sho'xroq kompaniya bilan yoki do'stlaringiz bilan maza qilib, boyagidek razlicheniyalar hammasi Patongda. Shunaqa gaplar. Davom etamiz. Turistlarim, transport haqida kelinglar gaplashsak. Transport qanaqa o'zi Tailand Phuketda?
Puketda chap taraflama yo'l. Shu narsaga juda ham ahamiyat berish kerak. Yo'ldan o'tayotguncha ham birinchi o'rinda chap tarafga emas, birinchi o'rinda o'ngga qarab, keyin chapga qarab o'tasizlar. Xullas, bu bitta layfhaklardan bittasi. Bu endi qonun narsa, o'zi sog'lig'ingiz uchun. Xo'p, yo'llari haqida gaplashsak, yo'llari juda ham tekis, asfalt chiziqlar chotki, hammasi zo'r qilingan. Yo'llari anchagina keng, nisbatan demoqchiman, Baliga nisbatan anchagina keng, yo'llari juda ham tekis. Va bular o'sha yo'l qonun qoidalariga rioya qilishadi. Baliga nisbatan juda ham zo'r, sababi Balida xaos. Umuman kim qanday haydasa, shunaqa haydaydi. Основном Puketda juda ham rivojlangan transport vositasi bu albatta skuterlar, mopedlar va mototsikllar hisoblanadi. Eng asnosiysi. Agar jamoat transportiga keladigan bo'lsak, unchalik ham rivojlanmagan jamoat transporti. Qanaqa transport turlari bor o'zi Puketda? Xo'p, kelinglar turistlar uchun qanaqa? Turistlar uchun birinchi o'rinda bu bike, ikkinchi o'rinda bu mashina olsangiz bo'ladi arendaga va taksi. Taksini ikki xil turi bor. Qisqa masofalarga bu tuk-tuk taksi. Uzoq masofalarga albatta gaplashsanglar bo'ladi. Tuk-tukda sizga qachon arzon tushadi? Ko'pchilik bo'lsanglar, agar kamchilik bo'lsanglar, tuk-tuk qimmatroq oladi. Bu vaziyatda sizlarni nima qutqarishi mumkin? Sizlarni o'sha maxsus приложениялар bor. Grab, Bolt, Drive. Bolt nisbatan arzonroq. Shuning uchun kelishdan oldin Boltni skachat qilib registratsiya qilib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, endi bike bilan mashinaga keladigan bo'lsak, qanaqa qilib arendaga olsak bo'ladi? Albatta, bu narsani ham biz tashkil qilib bera olishimiz mumkin. Hamma narsani transportdan tortib oxirgi ekskursiyalargacha barcha nuqta Instagram uchun eng maxsus rasm tushiladigan zonalargacha bu meni partnyorim Maksim qilib bera oladi bu narsani. Chunki men birgalikda ishlayman Maksim bilan, xudo xolasa. Bikelarga keladigan bo'lsak, albatta qonuniy taraflama olishni maslahat beraman arendaga. Sababi ular ko'pchil bor. Pravangiz bo'lmasa beraveradigan arendaga bikelarni yoki mashinani. Lekin международный prava bo'lishi kerak. Bikelar uchun A toifasidagi, endi mashinalar uchun o'zingizlar tushunasizlar. Xullas, agar mabodo siz arendaga bike olsangiz va sizda международный prava bo'lmasa, mabodo sizni politsiya ushlasa, politsiya 1000 bat shtraf qilishi mumkin. Karonda nisbatan politsiyani kamroq ko'rdim, lekin Patong bilan Karonni o'rtasidagi yo'lda juda ham ko'p politsiya va har bitta motoni turistlarni ushlab o'sha hujjatlarini tekshirmoqda. Shuning uchun sizlarga maslahatim, iloji bo'lsa, международный prava bo'lsa, olib qo'yinglar. Shunaqa gaplar. Mashinaga kelsak, mashinada yurish mazza, sababi konditsioner yoqilgan bo'ladi. Bilasizlar, bu juda ham issiq o'lka, lekin hozir fevralda juda ham yoqimli havo. Uni ko'chada unchalik ham Baliga nisbatan issiqlab ketmaysizlar. Hozir fevralda hozir kunduz kunlari 26-27 gradus issiqlik. Bu juda ham normalniy holat. Balida lekin 33-35, даже 36 gacha chiqib ketardi issiqlik. Shuni hisobiga ham vlaga, namlik yuqori bo'lgani uchun juda ham issiq. Bu yerda bolее-менее yaxshiroq. Hozir menga Max va'da berdi. O'zini eng yoqtiradigan restoranlardan bittasi, oilasi bilan ko'p boradi, Maksim. Сейчас он нас ведет туда. Все верно, да. Называется ресторан 3 Blue Clubhouse. 3 Blue Clubhouse. С отличнейшим видом на пляжик. Там будет Карон, просто изумительный вид. Вот, поэтому всем посоветую, кто хочет именно провести время с замечательным видом, Да. именно в этот ресторан. Там даже можно будет просить руку, да? Там ну, устроят, да? Ты говорил. Обычно кто спрашивает у нас, да, в чате, что где можно день рождения спраздновать, и кто спрашивает в районе Патонга, Карона, я всех людей туда отправляю, потому что знаю, что там обалденно все вам сделать. Это твой рекомендацион. Мой рекомендацион. Честно говоря, Максим, после просмотров, ты знаешь, наверное, этого блогера Тушкина, конечно. Он как бы отец
travel блогеров. Для меня, я не знаю, для тебя Но как. для меня он прям в топе. Просто топе, топ. да? Я его отсматривал, просто анализировал. Я очень хочу, чтобы он еще больше выпусков делал. Это он меня вдохновил путешествовать реально. И у меня тоже появилось желание тоже путешествовать, снимать именно для своего, ну, грубо говоря, народа, так скажем, давай. Ну, для своих людей, на узбекском, понимаешь? На узбекскую аудиторию на Ютубе есть хорошие там выпуски, но мало информации именно для наших. Они как турагентства продают туры и все, прощаются с ними. А у меня я как хочу. Я вот именно хочу, чтобы до конца их, как правильно сказать? Раскрыть, до конца, да, провести. Да, чтобы до конца с ними быть в контактах, до конца сопровождать их, устроить им все по желанию, что они хотят. Вот. И по гайдам, и все остальное. Как я тебе сказал, мы же будем это делать вместе. Ну вот, xullas shunaqa. Bizani O'zbekistonda asosan bilasizlar, tur olinadi Tailandga bo'ldi. Tur agentlar siz bilan boshqa ko'rishmaydi. Balkim ichida hammasi uyushtirib beradiganlari bordir. Lekin men kam ko'rganman. Men shu davlatga borsangiz, men bu joylari, men bu mamlakat joy restoranlar, xullas barchasi xudo xohlasa bizani tur agentstvamiz orqali agar xarid qilsanglar, Phuket orolidan umuman xavotir olmasanglar bo'ladi. Chunki Phuket orolidan barcha nuqtalari, har bitta o'sha tomosha maydonchalari, ya'ni смотровой площадка orol tepadan shunaqa chiroyli, go'zal manzaralar ochiladi. O'sha nuqtalarni biza o'sha turimizni ichiga qo'shib, birinchi kun nima qilsanglar bo'ladi, ikkinchi kun nima qilinadi. Mana kelasiz, yangi davlatga keldingiz, umuman nima qilishni bilmaysiz. Mana keldingiz, Instagramdan ko'rgan joylaringizga borasiz, aslında shu plyajlarga bo'ldi. Biza o'sha har bitta nuqtagacha yozib, jotki qilib manzaralari bilan, lokatsiyalari bilan qilib beramiz, xudo xolasa. Bizani kuzatishda davom etinglar. Ну что, как тебе вид? Засмотрелся? Слушай, шикарно, просто я не могу эти эмоции передать словами, честное слово. Просто нужно им самим увидеть, реально. Тут сразу вид на 3 пляжа. По-моему, самый дальний из них это Корон, да? Все верно. Второй это Кота, а третье уже Котаной. Котаной, да? Все верно. Макс, спасибо за эти эмоции. Круто. Xullas, hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar. Vidni sizlarga shundoq ko'rsatib ketay. Bu restorandan ochiladigan vid mana. 3 ta plyaj ko'rib turibsizlar bo'ladi. Dahshat. Miya dam oladi, bunaqa joylarda qaranglar. Juda ham zo'r fikrlar keladi, ideyalar keladi. Sayohat qilishing обязательно стоит. Sizlarga meni shaxsan o'zimni rekomendatsiyam. Agar kimga lokatsiyalar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar agar sizlarga yoqqan bo'lsa. Yoqmagan bo'lsa, yoqmadi deb yozib qo'yinglar. Mana restoranning ichi saf ko'rinishga ega. Kata plyajı qoya bilan 2 qismga bo'lingan. Kata Yay va Kata Noy. Kata tumani Tailandning Phuket orolining janubi-g'arbiy qismida joylashgan.
yo'l bo'ylab harakatlanayotganingizda siz plyajlarning har biriga yo'lni ko'rsatadigan belgini ko'rishingiz mumkin. Kata plyaji bolali oilalar uchun juda sokin va yoqimli joy. Plyajning asosiy afzalliklaridan biri uning yumshoq qirg'og'i. Sayoz suvi deyarli 30 metrgacha cho'zilgan. Bolalar va ishonchsiz suzuvchilar buni qadrlashadi. Kata plyajining ko'rfazi shamollardan yaxshi himoyalangan, yam-yashil tropik daraxtlar bilan qoplangan. Katanoy juda sokin plyaj. Plyajni yopiq deb atash mumkin, chunki butun qirg'oq bo'ylab dengiz bo'yida o'z hududiga ega qulay mehmonxonalar mavjud. Har kim istisnosiz plyajga borishi mumkin. Sohil xuddi Katayayda kabi tekis. Shuning uchun bolalarga qo'rqmasdan suzishga ruxsat berish mumkin. Nayxaran plyaji haqli ravishda Phuketdagi eng yaxshi plyajlardan biri hisoblanadi. U Phuket xalqaro aeroportidan 30 km uzoqlikda orolning janubi-g'arbiy qismida joylashgan. Nayxarandagi ta'tillar bolali oilalar uchun juda ham mos keladi. Tailandda, ya'ni Phuketda ichki turizm juda ham rivojlangan. Ya'ni siz Phuketga kelib tushganingizdan keyin kunlik sayohatlarga otlanishingiz mumkin. Sizni har xil orollarga, har xil lokatsiyalarga olib borishadi. Mana biz ham hozir bitta orolga keldik. Bu orolning nomi Koy. Bu orolda kichkina o'zi uzunligi 50 metr menimcha. Nimaga Koy oroli deb ataladi? Sababi yuqoridan qaraganda bu orol tuxum shaklida bo'lgani uchun Tailand tilida Koy deb nomlanadi. Shu sababdan bu orolning nomi Koy. Plyajga keladigan bo'lsak, plyajlari juda ham toza. Suvi haqiqatan ham juda ham chiroyli, biruzovый, toza. Ana akamiz o'zlarini xudo qila olmadilar. Xo'p, mana qaranglar, suvi, qumi ham juda ham toza. Вообще ham. Xullas, kelganingizdan keyin jet skilarni olib, kvadrotsiklarni bemalol maza qilib uchsanglar bo'ladi. Bu orolni hozir bir betidaman, hozir bir chakkasida. Suvini qaranglar, qanchalik toza suv. Hamma narsa ko'rinadi suv tagida. Baliqlar suzib yuradi. Suvning tozaligiga e'tibor qilasizlar. Mana ikki taraflama bemalol cho'milsa bo'ladi. Bu tarafda aytgancha jet skilar, bu tarafda cho'milsa bo'ladigan joylar rasmlar uchun ham idealniy joy hisoblanadi. Lekin to'g'risi bir narsani aytib o'taman. Bir kunlik to'rga arziydi, bir kunlik to'rga, lekin odam juda ham ko'pligi uchun bu mana shu chiroyli joyni, manzarani buzib qo'ymoqda. To'g'risi, juda ham odam ko'p. Bir maza qilib, dam olib, kamgina odam bo'lib, bir cho'milib, bir maza qilaman desanglar, afsuski bu orolda unaqa qila olmaysizlar. Bu orolga sizni olib kelishadi. 1 soat vaqt berishadi. Shu 1 soat ichida siz bemalol dam olib, cho'milib, jet skilarda uchib maza qilsangiz bo'ladi. Xullas,
Biz ham bu joydan hozir lejaklar oldik. Aytib o'tishim kerak, bu lejakda har bittasi pulli. Bu yerga kelganimizdan keyin biza mana shu lejakni 150 bat degandi, 100 batga oldik va ichimliklar buyurtma qilib hozir dam olib o'tiribmiz. Mana Orol. Orol chiroyli haqiqatdan. Faqatgina shu ichki turizm juda ham rivojlanib ketib qolgan. Shuni hisobiga odam rosa ko'p, har xil davlatlardan. Aytgancha, mana shunaqa to'rlarda o'zimizdan O'zbekistondan kelganlar ham juda ham ko'p. Shuning uchun agar ana o'zbek tilini eshitib qolsanglar, hayron qolmanglar. Xullas mana shunaqa gap. Bu orolda qat'iyan man etilgan chekish, sigaret yoki undan tashqari har xil narsalarni chekish umuman taqiqlanadi. Ayniqsa vape'larni ko'rib qolishsa, juda ham katta shtrafi bor. Adashmasam, $10,000 shtraf to'lashga majbur qilishadi. Bizani kuzatishda davom eting. Keyingi ma'lumotlarni ham berib o'tishga harakat qilaman, keyingi orollarni ham. Hozir bundan keyingi orolni bizga Pipi oroliga yetib boramiz. Pipi oroliga deyishdi. Ko'ramiz. Jigarlarim bilmadim-u, sizlarga qaysi biri yoqdi ko'proq? Menga lekin mana shu laguna juda ham yoqdi. Biza kорабльda o'rtacha 60 kishi bu turga chiqqandi, ichki turga, mana shu Pipi oroliga 60 kishi kорабльga bo'lgani uchun 50 tasi Xudo xohlasa o'zimizning vatanimizdan xursand bo'laman, vatanimizdan bo'lganligi uchun, lekin bir narsa qiynaydi har doim. Bizanikilar o'zini tutishini bilmaydi. Qo'l-qatvorini umuman kontrolga olmaydi. Shu tufayli gidlar ham umuman turgani qo'ymadi, rasmga ham, videoga ham olgani qo'ymadi kорабльdan. Shu bois biza mana bunaqa kanoe, xullas long tailmi shunaqadirda, mana bunaqa kemachalarni oldik. Mana shu kemalarga maza qiling ketyapti. Bolalar, nima gap? Yaxshi-ta. Yigit Jahongir aka, normalniy aka endi. Bo'lib aka. Yoqdim sizga mana shu. Xullas mana shunaqa gaplar. Mana hozir sekin asta bu buxtadan chiqib ketamiz. Laguna degan bu joyda. Nomlarini har bitta joyda albatta yozib qoldiraman videoda. Bu lotkani olishinglar sizlarga Xudo xolasa kishi boshiga 500 batdan tushadi. Bitta lotkada 6 kishi, 8 kishigacha minimum olish kerak. Maksimum 8 kishi. Xullas shunaqa gaplar. Juda ham go'zal joy, juda ham dahshat. Ha? Manzaraga baho berasizlar. Hozir bitta og'aynimiz cho'milishgan. Hozir tashlamoqchi o'zini, ko'ramiz. Ikkita og'aynimiz ekan. 3 ta ekan, qoyilman. Ko'ramiz. Qani, ha? Qahramon. Ketdi. Bitta. Ketdi, deydimi? Boshqa Rossiyaga boshladi. Dobra. Tashlay qo'yin. Hammamiz kutib turibmiz. Ye, вообще chuqur emas. Mazza va. Mazza. Mazami Dilshod? Oke, bro. Shekan. Achkin tashlang. Qimmat olgansiz. O, bala. Mana, ikkinchisi ham ketdi mana. Thank you, bro. Thank you. Mama qizdan keladi. Sham hisobga oling. Ey, achkin tashlash esingdan chiqmasin. Ehtiyot bo'l. Qanchaga? Videoni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa ajoyib joylarga boramiz. Har bitta lokatsiyalarni iloji boricha qoldirib ketaman. Bolalar mana maza qilishyapti. Dostonbek, siz nega tushmadingiz? Rasm tushiraman. Biza o'sha mashhur Maya Bay, Leonardo DiCaprio filmidagi, Flash filmidagi o'sha orolga keldik, Maya Bay. Odam shunchalik ko'p, endi buni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman, mana qaranglar. Juda ham odam ko'p. Nima deysan, Roshan? Probka ham bo'lib qoldi. Yarim soat vaqt bo'ladi.
Ограниченный время beradi. Shunisi yomon ekan. Agar kelsa ham bu tomonlarga maksimum 2 kun, minimum 2 kun. Verdikt mой. Что скажешь? Да, максимум 2 дня. Go. Og'aynim hali ham rasm tusholmay o'tiribdi. Mana shu fonga hammamiz rasm tushirib qo'ydi, o'zi qolib ketdi. O'zi qolib ketdi, men kutib turibmiz endi. Ne harfli so'zda aytib qo'ymasangiz bo'ldi. Qolgani hammasi можно. Xullas, o'rtoqlar, qaranglar. Mana shu yo'lda to'g'ri orolning o'rtasidan kesib chiqar ekansizlar. Va o'sha plyajga ancha tushib qolsa kerak. Odam juda ham ko'p. Eplab bo'lmaydi. Lekin men bu eski oblikini o'zini yo'qotgan orol. Roshan? Odam shunchalik ko'p, o'sha oldingi holatini yo'qotib qo'ygan bu orol. To'g'risini aytsam, uncha ko'p ham yurmas ekansiz. Shunchaki odam ko'pligi sizni qo'rqitadi. Hozir mana o'zi deyarli sohilga kelib qoldik, o'sha plyajga, Maya Bay plyajiga. Adashmasam 5 minutchalar yurdik peshkom. O'zi tayyor qilib qo'ygan, yo'laklari toza, akkuratniy taxtadan. Xo'sh, qalay taassurot? Lekin men kutgan narsa emas. Sen kutgan narsa emas? Chiroyli-da, chiroyli narsani ko'rishga iloji yo'q. Chiroyli narsadan mahramand bo'la olmaysan. Chunki odam ko'p, to'g'rimi? Chiroyli odamlar chiroyli. So'y. Yaxshi. Pastga tushaylik qani? Va biz o'sha mashhur Maya Bay plyajida biz. Odam rosa ko'p, soat 4:30 bo'ldi, mahalliy vaqt bilan. Juda ham ko'p odam bu yerda bilasizlar, asnonom rasm tushish uchun kelishadi. O'sha tomosha qilish uchun. Bu yerda cho'milishga ruxsat berilmaydi, faqat tizzagacha kirish mumkin. Juda ham dahshat. Mana bolalar qaytishmoqda. Rasmga tushdinglarmi? Qanaqa emotsiya? Skaska. Skaska degan so'zni eslatmagan, iltimos. Dahshat. Nima deysiz, Nodir? Tezorda ko'rganlarimizni ko'zimiz bilan ko'rdik. Boshqacha? Boshqacha. Живой. Voy. Manzaraga qaranglar. Va biz o'sha joyga keldik. Maya Bay. Dahshat. Aynan shu joyda olingan, o'sha Leonardo DiCaprio qatnashgan kino. O'sha mashhur plyaj kinosi. O'sha kinodan keyin mana shu buxta juda ham mashhur bo'lib ketgan mana shu plyaj. Aynan o'sha filmni aylanasiga ko'rsataman sizlarga. Voy. Syomka boshlandi. Biz fotosessiya qilamiz endi. Jahon aka, sizga ko'proq nima yoqdi? Ha? Tabiat bilan dengiz. Nima buzdi? Ovqat. Ya. Men o'yladim. Birinchidan odam ko'pligini aytganlarmidi o'yladim. Ikkinchidan vaqt kamligini. Odam ko'pligi. Siz nima deysiz? Ben birinchi o'rinda ovqatda. Odam ko'p. Hamma o'zining dardi bilan. Karvon restoranining xo'jayini ovqat bilan. Vaqt limitini ko'tarishga vaqt limiti haqqa qoplanmay qolibdi. Bo'lmaydi. Katta joy ekanda, yarim soat. To'ppa-to'g'ri. Manzarani ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, hozir biza Patong Beachdagi kechki bozorga keldik. Bu yerda o'zini koloritli bozoriga ega bo'lgan
xohlasanglar ovqatlanasizlar, xohlasanglar har xil kiyim kechinglar desanglar, hamma narsa bo'ladi. Bitta obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Qani ketdik. Turistlarim, bozor haqiqatan ham juda ham katta, juda ham atmosferniy, koloritniy. Hozir ikkalamiz qolib ketdik Jahongir aka bilan. Qolganlarimiz o'zini ishlari bilan mashg'ul. Aytib turmaymiz endi nima ishlar qilib yurganini. Xudo xolasa mana bozorga kirib o'rganishni boshlaymiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Aka, birinchi bo'lib mevalardan boshlaymizmi? Qaranglar, mana street food, hamma o'tirib bemalol ovqatlanib yuribdi. Mevalarni lekin haqiqatan ham ko'zingiz o'ynab ketadi mevalar. Bitta ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar qanaqa mevalar bor. Dahshat. Aka, umringizga ko'rgan mevalarni ko'rdingizmi hozir yo'qmi? Umuman o'zi oldin ko'rganmisiz? Ko'pchiligini ko'rganman, lekin men akarimda o'tgan jonzotlar o'shalarni ko'pchiligini Hozir unga ham o'ta olamiz. Men mevalar haqida aytolmayman. buni ko'rganman. Buni bilmadim lekin nima. Mana shu nima ekan mana shu? Bilmayman. So'raymizmi? Excuse me? Lonka? Lonka? Lonka. It's not sour or what? Sour. Not sour. Sweet? Vinagre ada nafas. Long grand mana. Mana mana bunaqa meva ekan. Mana shunaqa meva ekan. Narxini ham ko'ringlar. Mangolar har xillardan bor. Dragon fruitmi bu? Dragon fruit? Eta nutrient, eta nutrigrasse. Ha, Blue food. ko'rdinglarmi? Dahshat bozori. Mana bu nima qarang? What? Sallaka? Ada kia пачечка kita akan kisah Ya, кисло-сладкий. Ah, sweet and sour. sour. Yes. Okay. Ko'ringlar mana bozorni. Thank you. Aka, bular bizdan xafa bo'lmaykanmi? Biz bular faqat tomosha qilib syomka qilgani kelibdi deb. Bozor haqiqatan ham koloritniymi Jahongir aka? Dahshat a? Ko'cha bozori. Ko'cha bozori. Dahshat. Kelishinglar kerak, обязательно. Agar Hey, how are you? Xullas, agar sizlar Phuket orolini haqiqiy vibe-ini his qilmoqchi bo'lsanglar, albatta bu joyga kelishinglar kerak. Maslahat beraman. Davom etamiz. Har xil kuxnyalar bor. Juda ham shovqin ko'cha. Haqiqatan Patong Karonga nisbatan ancha shovqinli, sal jivoyroq desam ham bo'ladi aka. Chunki Karonda ko'p narsalar o'sha kechib kelib 11larga kelib yopilar ekan. Bu yerda esa hamma ishlaydi, hamma narsa ishlaydi. Mana kuxnyasini, menyusini tanishtirsanglar, tanishaman desanglar, mana ko'ringlar. Mabodo qiziq bo'lsa agar ko'rsatib ketaman. Nima qilamiz Jahon aka? Qiziq qilishga siz ovqat yeyman dedingiz. Street. Boya yeyman dedingiz-ku. Mana bu narsalarni ko'rsatish kerak bo'ladi sizlarga. Uni ko'ringlar. Даже men bilmayman ham. Bu rakushkalar. Rakushkani bildim. Mana bu ustritsi bo'lsa kerak. Buni tayyor ko'zingizning oldida pishirib beradi. Mana ustritsi. Yeb ko'rganmisiz hayot davomida? Yoqdimi sizga? Turkiya borganimiz ekan. Mayli isteganmiz. Men chunki sababi dengiz mahsulotlari bilan unchalik ham chiqisha olmayman. Shuning uchun baliq, mana shunaqa temani xullas qabul qila olmayman. Vo, men buni ne deyman? Dahshat, dahshat. Bo'ylab 1 ushlab turishibdi. Bo'ylab qo'yishgan a? 1 ushlab turishibdi. Hozir 3 da? Ha, qimirlamasligi uchun bo'ylab tashlashgan. Bo'sh tozalanganimi bu? Nima bo'lsa kerak. Ha, oyoqlarni bo'ylab tashlaydi. Oyel. O'zimizda ana siraz qassobxonadan siraz pishirib beradigan joyga o'xshab qolgan. Bozor haqiqatan ham jonli. Albatta kelishinglarni tavsiya qilaman bu joyga. Qaranglar, xalqni.
Yigitlar qayerda ekan? Ketaveramiz. Оживленный ekan aka. Mana bular. Biz ularni topdik. Yurichani ichidan turib mana qalay ekan massaj, oyoq massajlari, ha? Ощущение. Roshan. Xullas, qaranglar. O'tirasizlar, oyog'inglarni tiqasizlar. Bular menimcha ishlaydi-da. Ishlaydi, o'shandan bir g'alati hissiyotlar beradi. Mana hozir yigitlar massaj olib bo'lishdi. Shunaqa massaj hozir bo'ladi. So'rab olamiz. Nima gap? Doston? Zo'r ekan? Yoqdimi senga? Nodir, og'ayni, nima deysiz? Massajgami? Ha. Massaj boshiga oyoq tiqlaydi. Tiqlaydi boshida, keyin Ozgina o'rta yurib borishga boshlaydi. ko'nikib qoldingizmi? Xullas, mana shunaqa gap. Yigitlarni ham topib oldik. Bular o'zini ishi bilan mashg'ul ekan. Dilshod, qalay, yoqdimi? Chotki zo'r. Tasavvurlardan. Aksiya qilaman hammaga. Yo'q, hissiyotlar qanaqa bir nima his qilding boshda? Kameraga gapirib beradigan hissiyot emas, buni kelib his qilib ko'rish kerak. Boshladi mana. Yoqdimi senga? Bozor? Kaloritni, ha? Ishni bozorga hamma narsa bor. Haqiqatan ham. Haqiqatan ham. Odam endi qaranglar, taomlarni ko'rsataman sizlarga. Bular krevetkalar. Krab. Bu krab. Mana narxi 50 gram ekan. Bu baliq qovurilgan. Shu yerni o'zida qovurib berishadi. Ko'rib turibsizlar, har xillaridan bor o'zi ham. Uncha xil dengiz mahsulotlarini hali umrim davomida ko'rmaganman. Restoran orasidan mana ko'zingiz oldida pishirib berishar ekan. Allambalo narsalarni pishiryapti. O'zimizni mana aka baliq mahsulotlarini osib qo'yishgan verchelga lavash qilib berishadi. Odam Oya. Biza izlab hozir ko'zimizni o'ngida svejiy mevadan sharbat qildirmoqchimiz. Siz nima aytdingiz, Jahon aka? Tarus. Hozir biz ham bironta mangodan aytmoqchiman. Svejiy ko'zimizning oldida hozir zo'r fresh qilib beradi mana. Kokteyl. Qanaqadir sirop qo'shdimi deyman aka? Ha. Narxlari bilan tanishinglar, bilib olishinglar uchun, o'zinglar uchun. Bu ananas, bu mango. $1,5 bo'ladi-da. $1 hozir 34 bo'lsa, $1,5. Примерно shunaqa bo'ladi.
aka, hozir bitta ta'min. One mango, please. Qale, Aylanib kelganimdan beri eng topgan eng yaxshi narsam mana shu bo'ladi. tarvuzli, ya. Men eksperiment qilyapman. Bir kun tarvuz, bir kun unaqa, bir kun mana mangoni kesib muzga solar ekan, muzni ichiga shundoq mix qilib berar ekan. Shake xullas. Ishoninglar, odam rossa ko'p. Qanday milkshake? Bananli, Milkshake. thank you. Hozir ko'ramiz buni ta'min. Dahshat. Dahshat, dahshat. Zo'r, mevalar zo'r. Qoyil qoldim lekin. Dahshat. Sekin chiqaveramiz. Thank you, man. Thank you. Bozorga kelsanglar tayyor turinglar iltimos sizlardan, chunki sizlarni hamma o'zini rastasiga chaqirishga harakat qiladi. Albatta sotish kerak. Bular aytdim, faqat kechki payt ishlaydi bu bozor. Agar sizlar Taylandga kelib shu bozorga kelmasanglar xato ish qilasizlar lekin. Ba'zida ko'ngil aynishiga ham tayyor turinglar. To'g'ri narsa aytdilar. Ko'ngil aynishi mumkin, sababi har xil hid o'ziga yarasha spetsifik hidga ega bozor. Shunaqa gap. Odam rossa ko'p. Hozir esa biz odam oyog'i kamdan kam yetib boradigan joylarga qarab yo'l oldik. Mana meni partnyorim xudo xolasa hozir o'sha joylarga qarab, o'sha dahshat lokatsiyalarga qarab bizlarga yo'lboshchilik qiladi. Og'aynilar, mana ertalabdan tura olishgan. Bugun 6:30 da turdik bu joylarga kelish uchun. Junglidan qarab ketamiz. Max esa hozir bizga hamma narsani aytib berishga harakat qiladi. Ну что, Макс, рассказывай. Да, сейчас проходим мимо рощи гивеи бразильской, с помощью которой добывают каучук. Здесь сейчас его нет, но обычно, когда набирается полностью, здесь плашка, она прям такая с белым. Если будем еще идти где-нибудь, увидим, покажу. Березовый сок кто-нибудь добывал? Да. Вот, получается то же самое. Либо мы делаем надрез, либо сверливаемся. Здесь делается надрез, соответственно. Что там почему-то немножко сбоку. Вот там начали уже делать, можно показать. Вот. Просто снимается пласт сантиметровый и начинает капать каучук. В течение всей ночи это все накапывает. Может, на следующий день еще приходит. Наберется полная плошка, приходит таец, работник с такой здоровой корзиной и собирает все это дело. Потом это все перерабатывается, производят латекс. Правильно? А из латекса что делают? Мы поняли. Ну, да, понятно. Презервативы. Можно было это не говорить. Вот. Короче, вот таким вот образом Таиланд тоже зарабатывает как определенную копейку себе в общий бюджет. Неплохо. Да. Xullas. Ma'lumotni berib o'tib ketishga harakat qilaman endi o'zbek tilida. Qo'ldan kelgancha, mana qaranglar. Mana bu это что за дерево это? Гивея бразильская. Какое? Гивея бразильская. Braziliya giveysi degan daraxt ekan xullas akalar. Bu daraxtdan kauchuk, o'sha kauchuk mahsulotini qaranglar mana. Bundoq qilib ko'rdinglarmi idishini? Mana. Shunaqa joylarga keldik. Вот это вот термиты. Что? Нет, термиты, они не то что страшны или опасны, они пожирают деревья. Вот это вот уже пораженное отсюда. Где видно. термиты? Вон, видишь, как они его схавали? В труху превращается просто. Вот, да. Zarar ko'rindi ekan bu. Еще всем советую смотреть обязательно, если идете по таким тропам. И казалось бы, здесь все обхожено уже, но нет.
Здесь я очень часто встречаю скорпионов. Скорпионов? Да, и бывает попадаются змеи. Zmeyi. Поэтому под ноги всегда надо смотреть аккуратно. Eshitdinglar? Oyoq tagiga Jahongir aka ochkilarni yechib qarab yurish kerak ekan. Yo'lak bo'lgan bilan baribir ham Maxim aytayapti, kelganman deyapti. Bu ko'p uchrab qoladi, ilon, chayonlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak deb aytayapti. Так, указателей нет дальше. О, Налево, направо? Интересно, вот сейчас Пойдем теперь направо. уже интересно. Потому что налево я точно знаю Black Rock. А вот смотри, это термитник. Он небольшой. Термитники, которые я вообще видел, самый высокий, он выше меня ростом. 2 метра где-то. Ну, то есть, наверное, даже больше, чем 2 метра. Конечно, да. Qani. Shu bugungi kun ko'proq, ha? Rekomendatsiyon. Uchitel. Xullas, juda ham uzoq yo'l yurdik. Necha kilometrlar yurdik, bolalar? Ko'p bo'lmasa ham, lekin juda ham qiyinchiliklar bilan chiqib kelayotgan joylar. Nima uchun? Bittagina lokatsiya uchun emas, shunchaki o'zingiz просто baho berib qo'yasizlar-da mana. Nima deysizlar yigitlar bunaqa lokatsiyaga? Ha? Qotib qoldingizmi Nodir tomosha qilib? Hozir yana ham pastroqqa tushamiz, u dahshat. Biz hali kuchlimiz. Oyoqlar charchagan. Ha, xo'jayin? Va alaykum, yaxshimi, yaxshimi? Qalay? Emotsiyalar, hissiyotlar. Puketga faqat patong uchun kelishmaydi-ku, to'g'ri? Albatta. Patong kelmadik. To'g'ri. Shuning uchun aytish kerak odamlarga sayohat mana bunaqa bo'ladi. Макс? Да. Вообще easy путь, да. Да, easy. Для тебя 100% easy. Ты потому что очень много путешествуешь. Смотри, что за Dragon Camping? Dragon Camping, само название за себя говорит. Кемпинг дракона. Вот, здесь можно остановиться на ночевку. Сколько стоит? Обычно это в районе 500 бат, если просто вы хотите здесь переночевать. Можете также взять в аренду сам шатер там или что здесь есть. Но это все еще будет только застраиваться, потому что мы видим, что есть леса, есть площадка строится. И, в принципе, здесь будет гораздо больше. И, возможно, когда вы прилетите, здесь будет больше возможностей и вариантов остановиться. Ну, вид здесь, конечно же, ночевку, шикарный. конечно, тут. Ну, это просто не передать словами. Почему Dragon, я хотел спросить? Dragon? Да, Dragon. Черт их знает, тайцев по-разному называют. Драконы здесь не водятся. И в легендах, ну, в легенде дракон, кстати, это пукетская вообще тема. Тайцы, когда увидели остров Пукет с высоты птичьего полета, они решили, что это как будто бы дракон лежит, отдыхает. Вот, и поэтому второе название у острова, сейчас вот внизу подпишешь, я уже не помню, как они там его называют. Вот, и еще такой, куда мы сегодня поедем, это мыс Промтеп. Мыс Промтеп у тайцев, если ты будешь в Пукетауне, посмотри, это жемчужина. Да, жемчужина во рту дракона, да? Да. Вот, так что так. Вот так. Xullas, mana shunaqa gaplar. Sayohatimiz davom etadi. Zo'r joylarga keldik lekin. Qotadi odam. Mana shu arziydimi mana shunaqa chiqib kelishlarga, mana shunaqa bitta tomosha qilish? Yaxshi. Hozir sizlarga nima uchun bu joylarga kelganimizda ko'rsatib beraman. Bu miya portlaydi xullas. Men shuni birinchi kelgan vaqtim shu joyga hozir mana keldim. Endi mana video yozaman. O'zi aslida kirib kelib video yozishim kerak ekan. Birinchi emotsiyani ko'rsatish uchun. Tayyormisizlar? Voy. Roshan, nima deysan og'ayni? Emotsiya. Quvonib ketadi endi o'xshab chiroyli. Osmon bilan bulut qarab bitta ona o'tgan dengiz bilan. Dahshat. Odam iti bijilladi. Короче, murashki. Sen murashki bo'lmadingmi? Yaxshi.
Ha, ko'rdim. Qoyil. Xullas, Viva Travel bilan mana shunaqa bu narsani o'zi hiking bilan shug'ullanadiganlarga tavsiya qilaman. Ko'proq mana yovvoyi tabiatni yaxshi ko'radiganlarga va albatta bu joylarga fiz podgotovkasiz kelish tavsiya etilmaydi. Juda ham qiyinchilik, mashaqqatli yo'llardan o'tasizlar, tepali, pastli, mana shunaqa qumli, oyoq sirpanib ketib, travma olish ham hech gap emas. Ana endi yigitlar charchoqlar chiqib ketdimi? Endi chiqadi. Tomoshadan. Endi chiqadi. Qalay? Afsus qilmadinglar? Faqat oyog'im sezgan. Charchadinglar? Charchadinglar. Faqat shu haqida gapira olasizlarmi? Umumiy men bu video tasvirlab bo'lmaydi, aka. So'z bilan tasvirlashda iloji yo'q. Ko'rsating, videoga qanchalik tushadi bilmayman. Dahshat hech narsa yo'q. Siz mana shunaqa joyga birinchi marta kelishsiz, og'ayni? Men manzarani ko'rgandan keyin tasvirlab bo'lmaydigan darajaga hozir. Biz bilan avval ham yurganmiz-ku, manzaralarga, lekin bu chempion. Chempion, ha? Qalay manzara? Sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Agar yoqqan bo'lsa, barmoq tepaga ko'tarib qo'yamiz. Keyingi lokatsiyaga qarab otlandik. Yigitlar zo'rmi, yoqdimi? Xo'p. У меня такое чувство, как будто я сейчас дышу только в микрофон. Наверное, это все услышат. Да, я вам очень советую без физподготовки в эту локацию не спускаться. На узбекском. Теперь на узбекском. Xullas, uzr. Nafas olganim faqat mikrofonga eshitilyapti. Juda ham noqulay balandliklar, mashaqqatli yo'l, lekin bu tochka o'shanga arzirda. Endi eng kerakli narsani aytaman. Iltimos, fizpodgotovkasiz chiqmanglar. Bolali oilalarga tavsiya qilmayman. Qiyin bo'ladi bu yo'l. Faqatgina peshkom bora olasizlar. Mashina tushmaydi u yog'iga. Charchadim. Semirib ketdimmi? Hozir orqaga qarab qaytamiz. Keyingi lokatsiya, keyingi смотровой площадка. Ko'rib turibsizlar. Mana. Oy, junglelar oralaridan ketamiz mana. Puketga faqat patong uchun emas, mana bunaqa sayohat uchun kelish kerak. Buni nomini hiking deydi, tog'larga chiqib yuradigan, xo'p, sayohat qiladiganlar. Bizning endi fizpodgotovkamiz unchalik kuchli bo'lmagani uchun tez charchab qoldik. Va undan tashqari umuman sport bilan ko'p bo'ldi shug'ullanmaganimizga. Sport bilan shug'ullanib turinglar. Mana shunaqa holatda уже 5 kilometr pastga tushgandik. Uncha bilinmagandi. Tez tushib ketdik. Ana endi 5 kilometr shunaqa balandlikka
o'ziga yarasha mashaqqat. Uzr. Qansirab nafas olayotganim uchun qiyin, haqiqatan qiyin. Qadrdonlar, bu ikkinchi lokatsiya. Birinchi borgan lokatsiyamiz o'rtasida junglelarning orasidan juda ham cho'qqiga qaragan qiyaliklar bilan chiqib kelasiz. Juda ham og'ir fiz podgotovkasiz umuman tavsiya qilmayman. Lekin bitta gapni aytib o'tishim kerak. Agar siz bu joyga chiqsangiz, mana bunaqa vidga ega bo'lasiz. Biz Black Rock смотровой площадкасida biz. Bu menimcha men ko'rgan смотровой площадкаlarning ichidan chempion bo'lsa kerak. Bunaqa vid. Nima deysizlar? Chempion? 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 O, chempionmi nima talabgormi pretendent bilan? Max, круто. Мы это сделали, да. Dahshat. Karon Viewpoint tomosha maydonchasidan, ya'ni o'sha смотровая площадкасidan boshlaymiz. Karon Viewpoint Katanoy plaji yonida joylashgan va bu tomosha maydonchasidan go'zal manzara ochiladi. 3 ta plajga qaragan ko'rinishga ega, juda ham go'zal manzara. Birinchi eng katta plyaj bu Karon, ikkinchisi bu Kata va uchinchisi mana pastalikda joylashgan bu Katanoy plaji. Qani ichkariga kiramiz. Bu смотровой площадкамizda bitta kichikroq bo'lgan besetkamiz mavjud. Hozir o'sha besetkaga chiqishga harakat qilamiz. Yuqori nuqtada joylashgan, u yerdan esa bundan-da go'zalroq manzara ochiladi. Va bu viewpoint yonida ajoyib, juda ham toza park joylashgan. Maza qilib aylanib yursanglar bo'ladi. Xullas, hozir tepaga chiqamiz. Kuzatishda davom etinglar. Yana zinalar. Bugunning o'zida menimcha bu xo'p, 3-chi смотровой площадкаga kelishimiz. Bir kunda buncha смотровой площадкаga kelish juda ham qiyin. Shuning uchun iloji boricha vaqtni taqsimlashga harakat qilinglar. To'g'ri taqsimlashni. Ha, undan tashqari bundan oldin borgan lokatsiyalarimizga albatta fiz podgotovka bilan kelinglar. Chunki o'ziga yarasha mashaqqatli yo'llar bilan kelasizlar. Ay yigitlar, qalay? Mana manzara. Mana shu sir salom yigitdan, mana shu. Sir salom. Samolyotga aytaymi samolyotga necha marta salom berganingizda? Aytay. 50 marta, yo'q. Normal mashg'ulotga to'xtayman. 91 marta. 91 marta. 70-chi san'at bu. Yaxshi. Mana bu manzara, haqiqiy manzara. Yoqdimi sizga? Ana kim aytdi? Qaysidir og'aynimiz aytdi-ki, men u manzarani ko'rib, oldin yoshligimga uyimizdagi devorlarga chizilgan kartinkada o'tiraydi dedi-ki, xuddi o'sha. Dahshat. Juda ham go'zal manzara. Qalay, yoqdimi sizlarga? Ravshan? San umuman hech narsa demading? Yo'q. Bugun Gapirdim-ku. o'zi Qonog'laydi, quvonib yuribdi, ondan tomosha qilib ketdi. Oxirida bitta gapirishga vaqtim yo'q. ana bu o'zini dardi bilan. Xullas, aka qo'lidan shuni telefon olib qo'yish kerak. Shuni olib qo'yish kerak. Yana salom beradi. Bu odam faqat telefonga, chunki biznesmen odam telefondan kallasini chiqara olmaydi. Lekin biznes bo'yicha telefonga kirgani yo'q. Hozir gaplashdim. Malades. Juda ham zo'r kadr. Quloq. Haqiqiy do'st, ha? Haqiqiy do'st. Nuane foda kudus nganga ai kauda kauda ashute kauda nganga. Aba washidaya mama ai nganga dai wa
tishkinga. Nuane foda kudus nganga ay kauda shuti kauda nganga. Aba washide ya mama ay nganga tai wa tishkinga. Hozir orqamdagi vidga o'zinglar baho berasizlar. Bu go'zal manzarani til bilan so'zlab berish qiyin narsa. Qaranglar, bu hozir windmill deb nomlanadi. Bu oldin shamollarning tezligini aniqlaydigan stansiya bo'lgan. Mana parrak, katta parrak bo'lgan. Hozir parragini olib qo'yishgan. Biza boya ikkita lokatsiyamiz, birinchisi mana bu yoqda edi. Ana shu joydan yurib, mana shu tepalikka mana bu yoqqa keldik boya. Birinchisi mis Kratet, ikkinchisi Black Rock. Black Rock mana shu yerda, mana shu peshkom yurdik mana shu joylarda. Hammasi qiyin bo'ldi bo'lgan, xullas. Lekin arziydi. Juda ham chiroyli manzara. Windmill смотровой площадкasi. Bu ko'rib turibsizlar, hozir Orolcha, pastda Yanui plyajı bor. Yanui plyajda hozir ko'rsataman sizlarga mana. Bu tropический, agar alohida bunaqa turizm rivojlanmagan, tropический agar plyaj xohlasanglar, mana shu plyajni sizlarga maslahat beraman. Sababi bu чистый tropik vibe'ni beradi. To'lqinlari ham ko'p baland emas, maza qilib cho'milsanglar bo'ladi. Suvni tiniqligini e'tibor qilib ko'ringlar. Shu yerdan lotkalar olib, bu orolga borib, o'sha orol tagida nimalar snorkeling qilsanglar bo'lar ekan. Xullas, ko'p informatsiya. Lekin o'zim juda ham maza qildim shu bugungi kundan. Tavsiya qilaman, sayohat qilish kerak. Nuane foda kudus nganga ay kauda shuti kauda nganga. Aba washide ya mama ay nganga tai wa tishkinga. Bu kun juda ham yorqin o'tdi, to'g'risi. To'g'ri charchaganman, juda ham charchaganman. Har xil lokatsiyalarni ko'rib chiqdim. Lekin ishoninglar, bu unga arziydi. Endi esa hozirgi lokatsiyamiz yana ham bitta dahshat manzara. Windmill tomosha maydonchasi, смотровой площадкasi. Bu hozir bir tarafi, ikkinchi u tarafdan ham juda ham go'zal manzara ochiladi. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman, agar shu inson bo'lmasa, meni partnyorim bo'lmasa, bu joylarni o'zimiz kelib aylanishimizga bu navratli, bu narsa qiyin bo'lardi, qila olmasdik ham. Bu narsa uchun alohida boshqa kompaniyalardan qimmat narxga ekskursiyalar olishga to'g'ri kelardi. Endi esa xudo xohlasa, mana bizani firmamiz orqali turlar olingandan keyin Puketda, ichki turizmda meni insonim, ответственный inson, Puketda javob beradigan insonim, partnyorim Maksim bo'ladi. Ну что, Максим? Я вот говорю, что без тебя бы мы, конечно, тут не справились вот это все посмотреть. Если бы даже и без тебя, то это было бы очень дорого, ну, во-первых. И у них тур так состоит, что они же их гоняют постоянно, по времени. Если здесь рассматривать именно вот направление, когда обзорное по Пукету, ты правильно говоришь. То есть здесь там 20 минут, здесь 10 минут, здесь вообще проездом вот проехали, показали. Да, да. Вот такой формат. Поэтому я всегда говорю людям, то есть вы немножко потратите времени, подготовьтесь, что вы хотите, возьмите автомобиль сами в своем темпе, это гораздо интереснее будет. Да. Также есть приватные направления, когда есть хорошие люди, которые вас встретят, там из отеля заберут, покатают по местам, расскажут какие-то интересные истории, правдивые, настоящие. Вот. Правильно. И вот это вот классный формат. И еще вот Я хочу сам напомнить об этом, Давай. если ты разрешишь. У Макса свой чат, живой такой, хороший чат, где все делятся советами, все. Особенно сам Максим, он сам путеводитель, у него есть YouTube-канал, вы можете все посмотреть там. Это он сам все проходил, ну,
как говорится, Своими ножками своими всё ножками, просохло. да, своим вот потом. Короче, Всё верно. xullas, sizlarga endi o'zbek tilida aytishimga to'g'ri keladi. Xudo xolasa, bizning firma orqali kelsanglar Puketga, meni insonim, partnyorim Maksim Puket bo'yicha, ichki turizm bo'yicha javobgar inson bo'ladi. Nima uchun bunaqa deyapman? Men chunki o'zim boshqa firmadan ichki turizm sotib oldim, bir kunlik Pipi oroliga bordim. Boshimdan o'tgan narsalarni endi sizlarga tasvirlab aytib bera olmayman. Sababi u yoqda odam shunchalik ko'p, sizlarni shunchalik tez ganyat qiladi. Tez har bir lokatsiyaga 20 minutdan vaqt beradi. Bu juda ham kam. Chunki mamnun qilib bemalol kelib, tomosha qilib, o'tirib, rasm yo'q, unaqa narsa yo'q, unaqa u ekskursiyalarda. Bizada Xudo xolasa mana partnyorim hammasiga javob beradi. Siz xohlagan lokatsiyaga olib borib, o'zi tanishtirib, o'zi gapirib, albatta boshqa narsalarni ham taklif qilamiz sizlarga. Bu endi sizlarning zaproslaringizga bog'liq bo'ladi narsa. Есть что добавить? Да, я что хотел вот, все, пока ходим, все хотел донести. Давай. Ребят, если вам вот этот формат интересен, где у вас в чате собрана вся информация, по которой можно приготовиться, понять, что, куда, как, прежде чем сюда приехать и такой на месте искать, время тратить. Да. Все это, неправильный подход. Надо уже грамотнее подходить к этому ко всему. Да. Я предлагаю сделать телеграм-чат в таком же формате, в камерном, когда все вот друзья сплочаются, чтобы вы понимали, что, как, куда, для Узбекистана. Только на узбекском языке. Super. Забились? Забились. Сделаем. Qaranglar. Xullas, Maksimni o'zini Telegram kanalida, Telegram chat kanalida, chatida 10 mingga yaqin obunachisi bor, o'zini eng yaqin. O'sha YouTube'dan odamlar chatga o'tib, o'ziga juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni oladi. Endi qaranglar, bu faqat rus tilida, rus zabon auditoriya uchun. Endi xuddi shu narsani partnyorim bilan birga o'zbek tilida qilmoqchi biz. Har bitta ma'lumotni o'zbek tilida berib boramiz. Tasavvur qiling, siz tur oldingiz Puketga keldingiz, lekin nima qilishingizni bilmaysiz. Qayerga borishingizni bilmaysiz. To'g'ri, Instagramdan ko'rgan o'sha Patonga borasiz, o'sha Karon Beachga yoki Patong Beachga borasiz, bo'ldi. Lekin Puket bu faqat Patong emas. Aziz do'stlar, bu mana bunaqa joy bu. Shuning uchun har bitta nuqta, qaysi vaqtga borish kerak, qanaqa kiyim olish kerak, qaysi soatda, har bittasini o'zbek tilida qilib boramiz. Обещаешь? Обещаю. Супер. Будет топ-1 по Узбекистану. Вот Дай бог, увидишь. дай бог, дай Да. бог. Дай bog. Давай, делаем. Делаем. Xullas, yana bitta lokatsiyaga qarab yo'l oldik. Bu yerga mashina bilan kelasizlar, keyin stoyankaga qo'yib, keyin sekin o'sha смотровой площадкаga qarab yo'l olasizlar. Смотровой площадкamiz nomi mana Promtep. Mys Promtep. Xullas, sekin biza bu yoqqa qarab yo'l olamiz, lekin bu manzaralar dahshat. Hamma turistik joyiga keladi. Infrastruktura qilingan joygacha kelishadi, buni pastga tushadi. Biz esa jiddiyroq joyga qarab otlandik. Umid qilamanki, Xudoyim kuch-quvvat beradi. Inshaalloh. Go'zallikni qaranglar. Pushka. Bu joy Puket orolini eng janubiy qismi, eng janubiy. Ozroq terladim, uzr. Bemalol bu joyga kelganingizdan keyin barchaga kimni ko'rsangiz, kim bilan gaplashsangiz, men Puketni eng janubiy nuqtasida bo'lganman deb bemalol ayta olasizlar. Xo'p. Nima uchun Promtep deb ataladi? Ozgina anaqa legenda emas, xullas gapirib beradigan joy bor. Bu o'sha tayvanliklar va xitoyliklar bilan ko'proq bog'liq narsa. Nog tepadan qaraganda drakonni og'ziga o'xshab, jimchujini ushlab turganga o'xshaydi. Xullas, shuning uchun Promtepni, Mys Promtepni o'sha umumiy Puket orolini drakonga o'xshatishsa, drakonni og'zidagi o'sha jimchujina deb bular shunaqa deyishadi, tayvanliklar. Mana shunaqa informatsiya. Mana ko'ringlar. Bu manzara, bu dahshat, bu voy. Qalay aka? Dahshatmi? Bu chempion emasmi?
chempion emas. Yo'q, chempion emas Lekin lekin buni o'zini vibe bor. O'zini anonsi bor. Tortadigan narxasi. to'ppa-to'g'ri. O'zini atmosferasi bor. Atmosferasi bor. Sizga yoqdimi? Yo'q. Bugun charchoq qanday bo'ldi o'zi bu charchashlar? Qimirlamay uxlasak kerak. Qimirlamay, qotib uxlaymiz. Tepaliklardan ko'p yurdik juda ham. Voy qanaqa charchab qoldik. Mashaqqat. Mashaqqati bor. Haqiqatdan. Qarang, men sizga tushuntiraman. Qarang, keling aka. Qarang. Ana birinchi bo'lgan joyimiz. U joy. Keyin mundoq tepaga baqa Black Rockka chiqdik. Tasavvur qiling, qancha yurdik. Peshqadam. O'sha charchashdi. Dahshat-a? Xo'p, kuzatinglar. Xullas, bu ham o'zigacha adrenalin, ko'proq hiking bilan, ya'ni o'sha tog'lar bilan chiqishlarga qiziqadigan turistlar uchun juda ham zo'r, ma'qul joy. Aniq, Phuket meni ozdiradi. 100%. 5 kilo ozib borsam kerak. Xo'p. Mana pastga qarab ketamiz endi. Chiqqancha bilmadim. 2 soat chiqsam kerak, hansirab. Davom etamiz, kuzatinglar, hurmatli obunachilar. Hozir yetib olay. Yetib olgandan keyin to'liq manzarani ko'rsataman. Sog' bo'linglar. Va nihoyat o'sha joyga yetib keldik. Phuket orolini eng janubiy nuqtasi mis Promtap tomosha qilamiz. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Turistlarim, xudo xolasa, mana biza bugun ertalabdan turib, kunimizni bugungi 6-kuni, xudo xolasa, Maymunlar o'rmoniga keldik hozir. Birinchi marshrutimiz va endi Maymunlar o'rmonidan chiqib, yana qolgan lokatsiyalarga ham boramiz. Ertalabdan turib, turistlarim bilan birga. Assalomu alaykum. Va alaykum, va alaykum, va alaykum. Ser salom yigit. Jahongir tanishasizlar. Nodirbek. Va alaykum. Qalay? Do'stim. Assalomu alaykum. Maymunlar bozori ekan keldik. O'rmoni. O'rmoni. Ha, o'rmon. Nimaga? Ravshanbek. Zo'r, yaxshi keldik mana endi boshlaymiz. Manzara qalay anga? Yovvoyi tabiat zo'r-a baribir. Endi boshlaymiz hozir. Ko'ramiz endi xudo xolasa. Va nihoyat bu kishini ham topdik. Xo'p. Yigit. U kun o'rmonga keldingmi? Yana maymunga ovqat berishing uchun ovqatini sotib olishing kerak, tushundingmi? Xullas, hazil davom etamiz. Kuzatinglar. Balandligini qaranglar uni. Hozir qanaqadir g'origa qarab kirib ketamiz mana. Uxti. Bu искусственный qilinmagan, ha? Xo'p, ekskursiyani davom ettiramiz, lekin bizani nima kutayotganini to'g'rirog'i, aniqrog'i bilmaymiz. Maymunlar o'rmoni dedi. Hozir sekin-asta maymunlarni izlagani ketamiz. Qayerda ekan u maymunlar? Bizga ketishdi. Maymunlar agressiv harakat qilib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ko'ziga tik boqmaslik kerak ekan maymunlarni. Keyin qo'lingizdagi telefonlarni, ochkilarni tortib olib, banan bersangiz o'rniga almashishi mumkin ekan. O'sha qadar informatsiya berishdi.
Mana juda ham go'zal manzaraga keldik. Chiroyli, ha? Manzara haqiqatan chiroyli. Hozir bu yoqqa kelishni to'rini O'zbekistonda mashhur bo'lgan, lekin Tailandda faoliyat yuritib boradigan, Tailand o'sha Phuket orolida ichki turizm bo'yicha faoliyat yuritadigan mashhur tur firmadan olgandik, ekskursionniy kursni. Shu Phuketda o'zida biza olgandik rafting, kvadrotsikl, keyin zipline, keyin ichida maymunlar, fillarni ustida yurishlar bor edi. Lekin bizani maymunlar oroliga olib kelishdi, maymunlar o'rmoniga. Shunga men hayron qoldim. Maymun o'rmoni yo'q edi-ku to'rda ichida deb. Keyin endi kirib o'rmonga bir 10:30 gacha vaqtinglar bor dedi. Bizning soatimiz 9:30 edi. Bemalol kirib endi 1 soat vaqtimiz bor ekan, aylanib chiqamiz deb kelsak, mana bularning o'zini shofyori bo'ladi, o'sha minivanni haydab yuradigan shofyori, mehmonxonangizdan olib ketib, yana olib kelib qo'yadigan odam. Orqamizdan yugurib kelib, "Yo'q, men adashimman, uzr, boshqa joyga olib kelib qo'yimman sizlarni. Men sizlarni o'sha fillar nimasiga olib borishim kerak edi, fermasiga" deb bizani qaytarib olib ketdi. Fil fermasiga keldik. U fil o'rmon bo'yicha shundoq sizlarni aylantirib qo'yadi. Bu ekskursiyamizning ichiga kirgan. Lekin to'g'risi men minmayman. Bunga o'ziga yarasha sababi bor. Qanaqadir bilmadim, bu hozir litsemeriya bo'lib qolmasligi uchun tushuntirishga harakat qilaman. To'g'ri, bu hayvon o'sha mo'ljallangan shu narsaga, meni boyagidek xozyaystvenniy ehtiyojlarini bajarish uchun. Lekin rahmim keladi, men bilmayman. Takoy milenkiy anavda hayvonda fil. Juda ham pul topish uchun ekspluatatsiya qilib, pul olib, prosta mindirib, aylantirib yurib. Xullas, bilmadim. Ichimga shu paradoksalniy narsa bor, bir-biri bilan tortishadigan. Misol uchun nimachi, otchi desanglar bo'ladi. Endi u bilmadim. Tuya misol uchun. Mana bitta aqllim bor-da mana. O'sha aqllim bilan har doim sport qilamiz. Zo'r shunaqa odam bo'lib tursa, sportlashgan. Chunki o'sha istinniy izlagan narsalar chiqib keladi. Lekin filga bilmayman, ko'proq rahmim keladi. Fil, tuya, to'pa-to'g'ri tuya ham, otni ham aytdim. Fil lekin bu yovvoyi tabiat hayvonida. Men shu narsani bu unga tushuntira olmayman men shu narsani. Bu yovvoyi hayvon, bu imенно subtropik hayvon. Bu bilmadim xullas. Men buni olmayman. Rahmim keladi. Juda ham zo'r hayvon. Bo'lish kerak. Chukishni boshladingmi? Shunday davolda, bittani chukishni tutmoqda. Go, let's go! Qani ketdi, adrenalin. Ya, kerak emas.
Bu umuman boshqacha hissiyot. Buni siz o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz murashki bo'ladi odam. Xullas, tomosha qilinglar. Qalay manzara? Sizga yoqdimi? Agar shu manzara yoqqan bo'lsa, albatta sizdan shunday barmog'ingizni tepaga ko'tarib qo'yishingizni so'rab qolaman. Agar video yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa, hech narsa qo'yishingiz shart emas. Bu смотревой площадкаga chiqishingiz uchun pastdan bilet olasizlar. 90 bat turadi. Mana shunaqa o'zini maxsus mashinasida olib chiqib qo'yadi. Xo'p, agar peshkom chiqaman desanglar, u 30 bat bo'ladi. Xullas, men tavsiya qilaman, maxsus mashinasida chiqishni tavsiya qilaman. Shuning uchun 60 bat ayamanglar. Nima deysiz aka? Albatta. Qalay? Yo'lni qaraysiz, bosib qo'yasiz. Ekzotikami? Qaranglar. Сюда даже на мопеде, наверное. Navbatdagi lokatsiyaga yetib keldik. Bugungi hisobdan eng go'zal manzaralardan bittasi. Xudo xohlasa, faqat meni cho'chitayotgan narsa bu odamlarning ko'pligi. Bilmadim, ko'ramiz qanchalik bu narsa bizning kayfiyatimizga ta'sir qiladi, lekin go'zallik odatda hamma narsani yopib ketadi. Endi kuzatishda davom eting. Hozir ko'rsatib boraman hamma narsani. Qaranglar qanaqa joyga keldik. Bu ko'l, bu Phuket orolidan 3,5 soat yo'l uzoqlikda. Phuket orolini umuman tark etasiz. Umuman chiqib ketasiz Phuket orolidan. Va eng go'zal manzaralar, Tailandning eng go'zal manzaralariga ega bo'lasiz. Lotkamizga chiqib oldik. Hozir o'sha Cheolan ko'lini eng go'zal manzaralariga qarab yo'l olmoqdamiz. Bu joylarni sizlar Instagramlarda, YouTube'larda juda ham ko'p ko'rgansizlar. Lekin hozircha men balkim adashayotgandirman. O'zbek YouTuberlarining ichida, travel blogerlarining ichida bu joyga kelganlarni hozircha ko'rmadim. Balkim kelishgandir, adashayotgandirman. Xullas, kuzatamiz. Qadrdonlar, tayyormisizlar? Hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman. Sayohat davomida shundoq bir soat o'tgandan keyin hamma joyni aylantirib mana shunaqa pirsga olib kelishadi. Bu suzuvchi pirs hisoblanadi. Mana bu joyda
odam maza qilib cho'milayotibdi. Nagrizaniya qilib qo'ygan. Pastda esa baliqlarni ko'rishingiz mumkin. Hozir bu tomonda juda ham ko'p ekan baliqlar. Hozir ko'rsataman. Mana. Dahshat. Sizuvchi visitor center deb yozib qo'yibdi. Mana bu yerda esa kichkina chaylalar, uychalar qo'yib qo'ygan. Bular ham suzuvchi hisoblanadi. Asnosida katta balonlarmi nima balon? Tushunmadim. Lekin dahshat qilib qo'yishgan. Hozir umrim davomida qilmagan ishimni qildim. Birinchi marta parashyutga chiqishim qoyil. Boshqacha emotsiya berar ekan. Bir tomondan yuringiz orqaga tortadi, bir tomondan adrenalin, bir tomondan shunaqa yoqadi odamga. Bu emotsiyalarni ko'rsatib, xullas, his qilib ko'rishinglar kerak. Men bu narsani tushuntirib bera olmayman. Dahshat. Agar siz Phuket oroliga kelib parashyutga uchmasangiz, to'g'risi mendan xafa bo'lmaysiz, turist emas ekansiz. Mendan xafa bo'lmaysiz. We are going down, brother. We are going down. Qaranglar bu maymunga o'xshab yurib ketaveradi bular ipga. Bironta zashitasi yo'q, ishoning. Umuman o'ylanmagan hech narsa bilan. Iplarni orasiga qisilib qoldim. Yigitimiz hozir parashyutni sekin tushirmoqda. Oyog'ini qaranglar buni, tepamda turishini. Qoyil. Xullas, albatta tavsiya qilaman parashyutga chiqinglar. O'zgacha xos adrenalin beradi. Albatta chiqishinglar kerak. Bunaqa hissiyotlar faqat bir marta olasizlar. Sayohatimni samolyotda, osmon balandliklarida boshlagandim. Endi esa yana uni osmonda parashyut bilan yakunlayapman. Phuket meni xotiralarimda uzoq yillar davomida qoladi. Men bu yerda bitta sodda haqiqatni tushundim. Dunyo sen ishonadigan odamlar bilan birga bo'lganingda yanada go'zal bo'ladi. Balandlikdan qo'rqqanda ham seni qo'llab-quvvatlaydigan do'stlar bilan, oddiy sayohatni hikoyaga aylantiradigan insonlar bilan. Men o'zim bilan suratlar yoki suvenirlar emas, erkinlik hissi va shirin xotiralarni olib qaytyapman. Shuning uchun siz ham qulay paytni kutib o'tirmang. Chipta oling, do'stlaringizni chaqiring va yo'lga chiqing. Hatto kichik bir sayohat ham hamma narsani o'zgartirishi mumkin. Parvoz qiling do'stlar. Hech bo'lmaganda vaqti bilan u bunga arziydi.